Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda mikroblarning, ya'ni mikroorganizmlarning morfologiyasi va uning tasniflanishi haqida tushunchalar berib o'tamiz. Ee, Demak, bugungi darsimizda nimalar ko'rib chiqiladi? Birinchi, ko'rib chiqiladigan narsamiz bu bakteriyalarning morfologiyasi, ya'ni uning shakli bo'yicha tushunib chiqamiz. Morfologiyasi bo'yicha bakteriyalar uch xil shaklda bo'lishi mumkin. Bular masalan sharsimon, tayoqchasimon va spiral shaklidagi, ya'ni egilgan bakteriyalar ko'rinishlarida bo'lishi mumkin. Umumiy olib qaraganda bakteriyalar bir hujayrali prokaryot organizm hisoblanadi. Ya'ni prokaryot degan narsani menimcha hammamiz bilamiz. Prokaryot bu yadrosi yo'q bo'lgan bakteriyalarga aytiladi. Pro degani gacha, karyo degani yadro, ya'ni yadrogacha bo'lgan mikroorganizmlar bo'lib hisoblanadi. Bularda yadro bo'lmaydi. Ulardan keyingi takomillashgan mikroorganizmlar deydigan bo'lsak, ularda evkaryotlar deyiladi. Ya'ni ularning yadrosi bor bo'lgan mikroorganizmlar deyiladi. Endi bakteriyalar asosan bir hujayrali bo'lib, xlorofilsiz mikroorganizmlar bo'lib hisoblanadi. Biologik xususiyatlariga ko'ra ular prokaryotlarga mansub, ular tabiatda keng tarqalgan va atroflicha o'rganilgan. Bular orasida endi bakteriyalar haqida gap ketgan vaqtida bularning ko'pchiligi odamlarda kasallik paydo qiluvchi mikroorganizmlar bo'lib hisoblanadi. Bakteriyalar kattaligi mikrometrlarda o'lchanadi. Ularning o'lchami quyidagi yozilgan o'lchamlarda bo'lishi mumkin. Mana 0,1 mikrometrdan 0,15 mikrometrdan boshlab turib 3-500 mikrometrgacha bo'lishi mumkin. Eng katta mikroblar, ya'ni bakteriyalar bu spiroxetalar bo'lib hisoblanadi. Bakteriyalarning patogen turlari juda ham ko'p bo'lib, ularning kattaligi 0,2 mikrometrdan 20 mikrometr atrofida bo'ladi. Endi shakli va xususiyatlariga ko'ra bu atrof muhitda yashashiga va uning yashash sharoitiga bog'liq holatda bo'ladi. Bakteriyalar bitta xususiyati bor, u tashqi muhit ta'sirida o'zini shaklini o'zgartiradi. Ya'ni u nimaga bog'liq bo'ladi? Ya'ni noqulay ta'sir ham fizik, ham mexanik, ham yoki boshqa kimyoviy ta'sirlar natijasida bakteriyalar o'zini shaklini o'zgartiradi. Shakliga ko'ra uchta ko'rinishda bo'ladi. Boya aytganimizdek sharsimon, ya'ni koklar deyiladi. Tayoqchasimon bakteriyalar, ya'ni bularni batsillalar deb ham aytiladi yoki klostridiyalar deb ham aytilishi mumkin. Egilgan spiralsimon bakteriyalar bo'lsa, bu vibrionlar va spiroxetalar kiradi. Bular nimasi bilan farq qiladi? Hozir bularni ko'rib chiqamiz. Bular tashqi tomondan ko'rinishlardan bir-biridan farq qiladi. Mana hozirgi aytgan narsamiz kok shaklidagi mana sharsimon Staphylococcus aureus bor, Clostridium tetani bor, mana tayoqchasimon bakteriyalardan keyin Vibrio cholera bor, ya'ni egilgan spiral shakldagi bakteriyalar. Mana Treponema pallidiumlar bor, masalan, bular egilgan shakldagi bakteriyalar deb hisoblanadi. Koklar birinchi marta ko'rib chiqadiganimiz bu koklar, ya'ni kokkus, don, ya'ni yononchadan olingan bo'lib, sharsimon, yumaloq shakldagi, loviya shakldagi, ellips shakldagi bakteriyalarga aytiladi. Koklar joylashuviga ko'ra, ko'payishiga ko'ra, biologik xususiyatlariga ko'ra bir nechta turlari bor. Monokoklar, ya'ni mikrokoklar bo'lishi mumkin, diplokok, streptokok, tetrakok, sarsinalar va g'uj-g'uj bo'lib joylashgan stafilokoklar shakllarida bo'lishi mumkin. Endi bularni nimasi bilan bir-biridan farqlanadi? Agar juft-juft bo'lib joylashayotgan bo'lsa, bular diplokoklar. Bir xil tekislikda joylashib, bir-biridan uzilib ketmasdan ko'payadigan bakteriyalar, ya'ni zanjir paydo qiladigani bu streptokoklar. To'rtta bo'lib, ya'ni to'rtta bo'lib yoki sakkizta bo'lib joylashadiganlari, endi to'rttalik bo'lib joylashadiganlar bu tetrakoklar, sakkizta, 16ta bo'lib joylashadiganlari bu sarsinalar deb aytiladi. Undan keyin koklarning shunaqa turlari borki, stafilokok degan turi bor. Bu asosan ko'proq odamlarda kasallik paydo qiladi. Bular har xil yo'nalishlarda ko'payish xususiyatiga ega, ya'ni tartibsiz ko'payishi oqibatida g'uj-g'uj bo'lib joylashadi. Ya'ni o'zimning shingaliga o'xshash deb ham aytiladi. Shuning uchun ham bu koklarni tartibsiz g'uj-g'uj bo'lib joylashadi va uzum shingaliga o'xshatiladi. Diplokok, streptokok, stafilokoklar odam va hayvonlarda kasallik paydo qilishi mumkin. Ya'ni patogen turlari bor. Tayoqchasimon bakteriyalar silindr shaklidagi yakka-yakka holatda bo'lishi mumkin, juft-juft joylashishi mumkin yoki zanjirsimon shakllarda joylashishi mumkin.
Bakteriyalar, ya'ni ko'pchilik tayoqchasimon bakteriyalar spora hosil qiladi, lekin ba'zi bir tayoqchasimon bakteriyalar bor, ular spora hosil qilmaydi. Hozir spora nimaligini hozir keyinchalik tushuntirib o'tamiz. Tayoqcha simonlar ichida spora paydo qilmaydigani ichak, bo'g'ma, sil tayoqchalari bo'lsa, spora paydo qiladiganlari, ya'ni bular batsillalar, ya'ni kuydirgi batsillasi yoki klostridiyalar, ya'ni qoqshol, botulizm va gazli gangrena qo'zg'atuvchilari misol bo'la oladi. Shakli va kattaligiga qarab turib bakteriyalar kalta va uzun bo'lishi mumkin. Ya'ni tayoqchasimon bakteriya. Kalta tulleriya tayoqchasi bo'lishi mumkin. Uzun bo'lsa, kuydirgi tayoqchalari misol bo'lishi mumkin. Uchlari tomtoq bo'lishi mumkin, uchlari o'tkir bo'lishi mumkin. Bu bir-biridan farqlanadi. Egilgan yoki spiral shaklidagi bakteriyalar bular vibrionlar deb ham aytiladi, ya'ni yarim oysimon yoki virguga o'xshash bo'lishi mumkin. Patogen vibrionlarga vabo qo'zg'atuvchisini keltirishimiz mumkin, ya'ni vibrio xolera deb aytiladi. Ko'lmak suvlarda e, axlatlarga to'la yoki chiqindilarga to'la bo'lgan, ya'ni tashlandiqlarga to'la bo'lgan suvlarda bu juda ham ko'p miqdorda bo'ladi. Odamda o'tkir suvsizlanish kasalligini keltirib chiqaradigan o'ta xavfli yuqumli kasalliklar toifasiga kiruvchi kasallikni paydo qiladi. Lekin ba'zi bir spiral shakldagi bakteriyalarning aksariyati zararsiz bo'lishi mumkin, ba'zi turlari, lekin odamlarda, masalan, spiral minus shakldagilar odamlarda kalamush tishlash orqali yuqadigan sudoku degan kasallikni paydo qilishi mumkin. Mana pastdagi rasmlarda ko'rishingiz mumkin, bu spiral shakldagi bakteriyalar. Ko'pincha bakteriyalar polimorfizm deydi, ya'ni morfologiyasi o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu tashqi muhit ta'sirida, ya'ni yashab turgan sharoitiga va oziq muhitning konsistensiyasiga bog'liq hisoblanadi. Yirik, sharsimon, kolbasimon, ipsimon shakllarga kirib qolishi mumkin. Yana nima deyishimiz mumkin bu yerda? Bularning shaklining o'zgarishi laboratoriyada juda ham katta ahamiyatga ega. Sababi shaklining o'zgarishini bilgan odamgina unga to'liq va aniq tashxis qo'yishi mumkin. Endi bakteriyaning o'zini tuzilishiga kelamiz. Ya'ni bakteriyaning ichida nimalar bor, qanaqa tuzilmalarga ega degan narsalar bor. Ya'ni bakteriya hujayrasining tuzilishini faqat elektron mikroskop yordamida yoki kimyoviy bo'yash usullari orqali aniqlashimiz mumkin. Ya'ni bo'yash usullari degan narsada odam, ya'ni laboratoriya sharoitida bakteriyalarni bo'yashning murakkab va oddiy usullari bor. Bu hali amaliy darslarimizda to'liq tushunchalar beriladi. Oddiy bo'yash usulida faqat bitta bo'yoq bilan bo'yaladi va uni umumiy shakli beriladi. Masalan, bakteriya shakli qanaqa tuzilishga ega? Endi murakkab shaklda bo'yaladigan bo'lsa, bakteriyaning har bir tuzilmalariga xivchini bormi, kapsulasi bormi, sporasi bormi, yoki yadrosini bo'yashimiz mumkin, yoki valyutin danachalarini bo'yashimiz mumkin. O'shanga qarab turib bo'yash usullari bor. Buni nima deydi? Amaliy darslarimizda hali ko'rib boramiz. Endi bakteriyalar irsiy axborot deydi, ya'ni nasliy informatsiyani saqlaydigan narsa, ularda yadro yo'qligi bo'lgani sababli, yadro yo'q sabab prokariot, ularda nukleoidlar irsiy axborot saqlaydi. Ammo tuzilishi va kimyoviy tuzilishiga ko'ra evkariotlardan ancha farq qiladi bular narsalar. Nukleotidda yadro membranasi va xromosoma bo'lmaydi, faqat u oddiy tuzilgan oqsil nima deydi, ikki ipli DNK molekulasidan iborat bo'lib hisoblanadi. Yana nima deyishimiz mumkin? Bu ko'payish jarayonida DNK 2 karra, 4 karra ko'payishi mumkin va bo'linish vaqtida har bir bo'lingan bakteriyaga mana shu DNK molekulasi deymiz, ya'ni nukleotid, nukleoid tengdek taqsimlanadi. Bu bo'linish vaqtida juda ham katta ahamiyatga ega. Plazmida degan tushunchalar bor, ya'ni bu asosiy nukleoid, ya'ni asosiy irsiy axborotni saqlovchi nukleoidlardan boshqa yana irsiy axborotni saqlovchi plazmidalar bo'ladi. Ba'zi adabiyotlarda u uncha nima deydi, ahamiyatga ega emas deydi, ba'zi adabiyotlarda juda ham katta ahamiyatga ega deyiladi. Sababi plazmidalar ko'chib yurish xususiyatiga ega bo'lib, ikkita bakteriya bir-biri bilan o'sha plazmidalar orqali informatsiya almashishi mumkin. Ya'ni bu bakteriyalarning tashqi muhitga va antibiotiklarning ta'siriga juda ham chidamliligini oshiradi.
Ribosoma degani bor, ya'ni bu ribosomlar o'sha RNK va oqsildan iborat bo'ladi. Uni turlari bor. PRNK, ya'ni plazma, protoplazmatik RNK, IRNK bor, informatsion RNK, TRNK bor, transportni RNK. Mezosoma bo'ladi, bu hujayraning asosiy qismlaridan bo'lib hisoblanib, oksidlarni qaytarilish, ya'ni oziqlanish va mitoxondriya vazifasini bajarishi mumkin. Bakteriyaning qobig'i bu sitoplazmatik membrana, hujayra devori va kapsula qavati ayrim bakteriyalarda bo'lsa haqiqiy kapsula qavatidan iborat bo'ladi. Hujayra devori qalinligi 10, 15, 35 nanometrgacha bo'lishi mumkin. Unda gram musbat va gram manfiy bakteriyalarning hujayra qobig'i bir-biridan farqlanadi. Ya'ni uni tarkibidagi tarkibiy qismlari lipidlar, polisaxaridlar yoki texol kislota bor yo'qligi bilan bir-biridan farqlanadi. Bu gram usulida bo'yash orqali farqlanadi. Mana gram plus va gram minus, ya'ni gram musbat, gram manfiy bakteriyalarning tuzilishlari. Hujayra devori hozir endi bu yerdagi ma'lumotlarni prezentatsiya modulga joylanadi, o'shani o'qib ketishinglar mumkin. Kapsula degan narsani bo'ladi, kapsula hosil qilishi mumkin, ya'ni tashqi muhit ta'siriga noqulay bo'lgan vaqtida shilimshiq modda hosil qilib, uni chidamliligini orttirishi mumkin. Spora paydo bo'lishi mumkin. Agar tashqi muhit atrofida masalan noqulay ta'sir bo'lsa, isib ketishi mumkin, suv miqdori kamayib qolishi mumkin, namlik miqdori yoki tuz miqdori oshib ketishi mumkin yoki boshqa ta'sirlar oqibatida bakteriyalar o'zini himoya qilish uchun, yashovchanligini saqlab qolish uchun spora hosil qiladi. Spora bu o'sha faqatgina nukleotidni himoya qilib, qolgan qismlarni o'ldirib yuborish degan narsa. Ya'ni irsiy axborot saqlab qolinadi. U yillab, 10 yillab, 100 yillab saqlanishi mumkin. O'sha 100 yillardan keyin kerak bo'lsa, masalan, kuydirgi tayoqchalarda ma'lum bir qulay sharoitga tushsa, yana yashab ketish ehtimolini paydo qiladi. Joylashuviga ko'ra bu metasentrik, sentral, terminal degan turlari bor. Bu o'sha sporaning joylashuviga qarab turibdi. Xivchin bo'ladi, ya'ni bakteriyalar ko'payish harakatlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Bularning asosiy harakatlanish a'zosi bu xivchinlar bo'lib hisoblanadi. Xivchinlar joylashuviga ko'ra monotirik, amfitrik, lopotrik, peritrik ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Monotirik bir tomonda va lopotrik bir tomonda g'uj-g'uj bo'lib xivchinlarning joylashuvi. Amfitrik degani bor, ikkita tomonda bitta-bittadan xivchinning joylashuvi. Peritrik degani bakteriyaning butun tanasi bo'ylab xivchinlarning joylashuvi. Aktinomistlar zamburug' va bakteriya orasidagi mikroorganizm hisoblanadi. Riketsiyalar bilan xlamidiyalar bo'lsa bakteriya bilan viruslar oralig'idagi organizmlar bo'lib hisoblanadi. Shu bilan darsimiz tugaydi.